Abu Bakr al-Mavsuli aytadilar, Allohni tanib uni sevmaslik yomon, sevib uni zikr qilmaslik undan ham yomon. Allohni taniyman deydi, uni yaxshi ko'raman deydi, ammo zikrini kam qiladi. Bu yomon. Zikrini qilib uni halovatini topmaslik undan ham yomon. Zikrning halovatini topib boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmoq undan ham yomondir. Xudoning zikrini doim qalbida, tilida lozim tutgan odam uni halovatini topadi. Uni halovatini topib turib yana behuda narsalar bilan o'ralashib qolishlik eng yomonidir. Har bir kishi ilm o'rganishga intilmog'i lozim. Bilmaganini bilmayman deb e'tirof qilmog'i yarim ilmdir. Imomi G'azzoli rahmatullohi alayh aytadilar, ey inson, g'azabingga e'tibor qilinsa itga, shahvatingga e'tibor qilinsa hayvonga, aqlinga e'tibor qilinsa farishtaga o'xshaysan. Ya'ni inson g'azablanganda juda ham xunuk holatga tushadi. Shu holati itni holatini eslatadi. Shahvatiga berilganligini eslasa xuddi hayvon sifat bo'lib qoladi. Agar uni aqliga, tafakkuriga e'tibor qilinsa xuddi farishtalardek ko'rinadi. Bilginki, bular o'rtasida doim odil bo'lishga buyurilingansan. Ularni odobi va haqlarini vaqtida berish bilan aqlingga bo'ysundirib, ular yordamida ikki dunyo baxtiga muyassar bo'lasan. Aks holda halok bo'lasan. Bir A'robiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga kelib, ey Allohning rasuli, Ramazon oyida roza tutaman. Har kuni 5 vaqt namozni o'z vaqtida o'qiyman. Ammo bundan boshqaga qodir emasman. Chunki faqir kishiman, mehnatim ko'p. Bu ahvolda o'tsam, qiyomat kuni qayerda bo'laman? dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. Ko'zingni ikki narsadan, harom qilingan narsalarga va maxluqotga tahqir nazari bilan qarashdan saqlasang, qalbingni ikki narsadan, adovat va hasaddan saqlasang, tilingni ikki narsadan, yolg'on va g'iybatdan saqlasang, jannatda men bilan birga bo'lasan dedilar. Ana endi o'zimizni holimizga bir nazar solaylik. 5 vaqt namozni ham vaqtida o'qishga harakat qilamiz. Qolgan dinni buyruqlarini ham bajarishni harakatida bo'lamiz. Hozirgi hadisi muborakda aytilgandek, ko'zimizni harom qilingan narsalardan tiyayapmizmi, yo'qmi? Ozgina ilmlik bo'lib, odamlarga tahqir nazari bilan qarayapmizmi yoki kamtaronalik bilan hayot kechiryapmizmi? Qalbimizga quloq solaylik. Odamlarga nisbatan adovat, ko'rolmaslik, hasad bormi? Tilimizdanchi yolg'on, g'iybat, bo'xton chiqib ketmayaptimikin? Haqorat, mana shu narsalar bo'lmasa, Rasululloh alayhisalom bu Arobiyga jannatda men bilan birga bo'lasan dedilar. Bu ishlarni qilish qiyin, ammo Alloh muyassar qilgan odamga juda oson. Uning uchun hozirgi mavzuda aytayotganimiz har bir mu'minning qalbida Allohga muhabbat, ixlos, yaxshi niyat bo'lmoqligi lozim. Och kishining orzusi taom bo'lganidek, nafsning orzusi doimo gunoh ishlardir. Och kishi taom yeb hirsi oshgani kabi nafs gunoh ishlar bilan yanada quvvatlanadi. Shunday ekan, gunoh ishlar bilan nafsning shahvatini sindiraman deb o'ylama, balki yanada hirsi oshib, rag'bati kuchayadi. Robbimiz kalomida xitob qilgan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va iz qala robbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hijr 28-29 oyatlar. O'shanda Robbing farishtalarga dedi: Albatta men quruq loydan o'zgartirilgan qora balchiqdan bashar yaratuvchidirman.
bas qachonki uni to'g'rilab bo'lganimda va ichiga o'z ruhimdan puflaganimda unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Alloh taolo insoniyatning asli bo'lmish Hazrati Odam atoni yaratishdan oldin farishtalarga o'z niyatini aytgan. Shu bilan birga uni yaratib mukammal qilib bo'lgandan keyin ichiga o'z ruhidan puflab jon kiritgan paytda ularning odamga sajda etishlari lozimligini ham ta'kidlagan. Bu hodisani har qancha eslasak, har qancha ibrat olsak arziydigan hodisa.